Hammaga salom. Xo'p, NFT giftlar savdosida ancha ko'tarilish bo'libdi, yangilanish bo'libdi. Hozirgi vaqtda foyda qilsa bo'lar ekan. Shuning uchun NFT giftlarda ba'zi bir marketlar florini o'zgartiramiz. Xo'p. Birinchi bo'lib Toon giftdan boshlaymiz. Fight Amulet. Buni hozir flor narxi 408 ekan. 408 ga hammasini sotib olamiz. Birinchi bo'lib Connect Wallet orqali wallet to'lab olasiz. Plus qilamiz, deposit qilamiz. Bu yerdan xo'p, 24 narsa olib chiqib ketamiz. O'rtacha $50 atrofida yoki $100 atrofida. Xo'p, depositimiz keldi. Bir boshdan boshlaymiz endi. Sotib olish bosamiz, sotib olamiz. Xuddi shunday qilib sizlar ham sotib olsanglar bo'ladi, bemalol. Keyingisini olamiz. Xo'p, bunisi ham yaxshi. Buni ham olamiz. Xo'p. Buni koeffitsiyentlarni ko'ramiz. Reklov. O'rtacha ekan. Hozircha bo'ladi. Florini ko'rib qo'yamiz endi. Magift orqali sotib olingan giftlarni ko'rsa bo'ladi. Gold. Xo'p, buni olib ko'ramiz. Yaxshi ekan holati. Olindi. Auksion orqali ham arzonroq olsanglar bo'ladi. Agar auksion yutib chiqsanglar. Xo'p, mana shu flor o'zgarib ketdi. 492 bo'lib qoldi. Xuddi shunday qilib marketda arzon narsalar olsanglar, sizlardan keyingisi qimmat bo'lib ketaveradi. Hozir olib turib, sirazi 4.9 dan yoki 5 dan qo'yib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Shunaqa flor darajada flor o'zgartirilgan darajada sotib olsanglar. Return gift qilib sotib chiqarib olsanglar bo'ladi. Buning uchun birinchi bo'lib gift relay botga bitta salom yoki nimadir deb yozib qo'yishlar kerak bo'ladi. Return qilamiz. Xo'p, birinchisi keldi. Buni oldin sotib olgandim. Ikkinchisi hozir bular o'rtacha 80 ming atrofida sotib olinyapti. Ton hozirgi kurs bo'yicha, chunki ton birdan arzonlab ketdi. Buni marketda sotilish narxi 100 ming atrofida bo'lyapti. O'rtacha har bittasi 20 ming atrofida foyda bor. Buni list for sale qilamizda, hop 5 tonga qo'yib qo'yamiz. 0.2 ton foyda. Listed ustiga bosinglar, sotuvga chiqadi. 5.3. Ya'ni 5.3 qo'yilib qolibdi. Auksion orqali qo'yishsa ham bo'ladi. Xo'p. Keng bozor tahlilini ko'rib chiqdim. Endi Amerikadan savdo qilamiz ekan. Xo'p, bundan Mompenda topib ketamiz. Bularda hozir bozorda sotilish narxi 100 ming atrofida ekan, lekin marketda olish narxi 90 ming atrofida turibdi, ya'ni 10-15 ming foyda qilsa bo'ladi. Restorlaymiz. Emilaka 5.2 ga dolaymiz. Xo'p. 5.16. Betdan desert might. Bular olsa bo'lmaydi. 5.25 ko'ramiz. Xo'p, buni olsa bo'ladi. Buni ham olsa bo'ladi. Bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Xo'p, ko'proq risk ko'ramiz. 5.3 gacha. Şükürmüş. Xo'p, koeffitsient ancha baland. Navi blue. Buni olib ko'ramiz.
504 olsa bo'ladi. Buni ham olsak bo'ladi. Xo'p, bundan ham bundan 5.25. Bundan 30 so'l olib chiqib ketamiz ekan. Bu ham xuddi shunaqa. Bu ichida plus tugmasini bosasiz, valyutangiz ulaysiz. Endi yana plus bosamizda depoz qilamiz. Bizga qancha kerak? Bizga hozir 30 so'mlik kerak. Buni flori 515 ekan, lekin flor o'zgartiramiz chunki arzon florda yaxshi modellar yo'q ekan. Xo'p, 30 so'mimiz keldi. Sotib olishni boshlaymiz. 521. Xo'p. Qizil fon. Hamma robot uchun buni olamiz. Bu 5 turbo mana bu bo'ladi. Yangisi keldi. Sirasi olamiz. Xo'p, bu ham Goldemon, bu ham zo'r ekan. Buni ham olamiz. Bular hozir yo'q edi ham. Xo'p. Yana ikkita olishimiz kerak. Xo'p, bu tugma orqali o'zimizni universitet qilib olgan gaplarimiz ko'rsak bo'ladi. Yaxshi zo'r modellar oldik. Xo'p, buni ham chiqarib olish ko'rsatib o'taman. Universitetga bosamiz. Shunchaki buni strelkani bosib yetadi. Pastga turgan strelkani bosamiz. MRKT bank yozib qo'yishimiz kerak ekan. Men yozgandim, yana so'rayapti. Qaytamiz. Chiqarib olishni bosamiz. Komissiya 0.27. Mana chiqdi, bitta tekshirib qo'yamiz. Xo'p, bitta giftimiz keldi. Qolganlarni ham bir-ikkidan chiqaramiz. Bunisi ham keldi. Bu yerda ozmayish va super bo'ldi. Chiqarishga bosdim hozir. Keyingisi. Mana xuddi shunday qilib chiqarib olsak bo'ladi. Endi keyingi NFT'larda tahlil qilib ko'ramiz. Bu giftlar qachon sotiladi degan savolga oddiy javob beraman. Monpendan hozirgina olgandik. Shu sotilib ketdi. 5 minutdan turmadi bozorda. Xuddi shunday qilib, agar bozor to'g'ri tahlil qilib, narxlarni ham to'g'ri qo'ysanglar, juda ham tez sotiladi. Endi oshib qolgan tonni qanday qilib yechib olishimiz mumkin? Profil ustiga bosamiz va bu yerdan tepaga strelkani bosamiz. Va bu yerdan 288 ton yozib withdraw qilamiz. Xo'p, endi tonneldagi oshgan tonimizni yechib olamiz. Bu oson. Bunga minus tugmasini bosamiz. Balans hammasini yozamiz va withdraw qilamiz. Okay. Bu ham yechildi. Endi hamyonni tekshirib qo'yamiz. Shular arzon turibdimi? Qanday qo'yaman? Xo'p, mana o'sha tonel bilan Amerikadagi tonlarimiz qaytib keldi. Xuddi shunday qilib oshgan tonni yechib olsanglar bo'ladi. Xo'p, mana o'sha yana bitta fight amaliyotimiz sotilib ketdi. Buni qimmat qo'ydim, lekin shunday ham sotilib ketdi. Voy, mana shu zo'r edi. Tez sotilibdi. Buni to'g'risi men hamyonbotga qo'ymoqchi edim sotuvga, lekin ulgurmadim. Mayli, barakasi bersin. Yana yaxshi chiqib qolsa, buni ham topamiz. Arzon qo'ydim shunchalik.
lekin normal foyda bilan sotildi. 30 ming foyda qildik. Yaxshi. Yana qarab ko'ramiz, bozor shunaqa so'z olamiz. Hop, portal ustidan ham savdo qilamiz ekan. Yaxshi NFT chiqib qoldi. Hop, mana shuni olsak bo'ladi. Narxiga qaraganda ancha zo'r. Hop, bu ham oson. Burchakda bosamiz. Connect qilib hamyonimizni ulaymiz. Hop, manzilimiz ulangandan keyin deposit qilamiz. Hop, bizga qancha kerak? Bizga hozir 520 kerak. Chunki sotib olish 5 ton, chiqarib olish 0,2 ton. Portal chiqarish komissiyasi ham 0,2 ton. Lekin o'zini ichida sotadigan bo'lsanglar, hech qanaqa komissiya olmaydi. Ya'ni 5 tonga olib, 501 tonga sotsanglar, 501 ton o'sha foyda qilgan bo'lasizlar. 0,1 ton foyda qilgan bo'lasizlar. Hop, depozitimiz keldi. Endi NFT sotib olamiz. Agar sotilib ketib qolmagan bo'lsa, turib ekan. Tonus yozamiz. Buga gift qilamiz. Bu NFT bizniki bo'ldi. Endi buni hop, my gift ustiga bosib ko'rsak bo'ladi. Chiqarish uchun vizra qilamiz. Buni tanlaymiz va select gift 0,25 ekan. Hop, buni 0,25 ekan. 0,25 ton ekan, 0,2 emas, 0,5 ton qo'shib tashlasanglar bo'lar ekan. Mana bundan o'sha NFT'miz keldi. 100% ishonchli bu, ancha savdo qilganman. 15 ming ton. Oho. Mendan 30 tonga olgandi, buni 15 ming tonga sotib qo'yibdi. Yaxshi. Marketga ham sotib ko'p qo'yaman. Qiziqqanlar bo'lsa, hamma robotdan gift olish bo'limidan sotib olsanglar bo'ladi. NFT gift olish tugmasini bosib, hozir bu sotilib ketgan, buni olamiz ro'yxatdan. O'rniga yangi giftlarni kiritib qo'yamiz. Keyin YouTubedan yoki Instagramdan ko'rayotganlar uchun bu NFT'lar olish uchun sizlarga ton kerak bo'lsa, shu hamma robot o'zidan ton sotib olsanglar bo'ladi. Har kuni 6 dollardan ishlaydi. Narxlar juda ham arzon. Tonga sotganlardan keyin, ya'ni NFT'ni olib, tonga sotishni tavsiya qilaman, chunki juda ham foydasi yaxshiroq, ko'proq bo'ladi. Startga sotishlar ham ko'proq bo'ladi, chiqarish ko'p vaqt ketib qoladi. Tonga sotsanglar 3 kundan keyin chiqadi va ton sotish qilib shu yerda o'zga ton sotib olsanglar bo'ladi.